buni Xudo biladi endi. Biz qayerdan bilamiz? Endi o'shanga qarab tag'in endi yashaveramiz qanaqa bo'lsa-da. Misoldan eskilari gap bor, osmondan nima yog'sa yer shuni ko'taradi deydi. Bag'i endi bunaqa bo'lgandan keyin bunga qarab tag'in o'sha qandaydir bu bo'ladi ish, nimada işte hayot. Baribir endi yaxshi bo'lamiz, baribir yaxshi bo'lib ketsa kerak. Yaxshi bo'lar ekan, buni aytishyapti, endi biz ko'rganmiz yo'q endi. Ilgari vaqtda shunaqa bo'lgan ekan. Haligi o'sha nimalar vaqtida, boy-boylar vaqtida bo'laveradi. Hech buni nimasi yo'q. Ular ishlar yuraveradi-da. Keyin ham bo'lsa. Bari endi misoldan ishlasa hayoti yaxshi bo'ladi. Ishlash kerak xolos, ishlash kerak. Misolda men unaqa narsani xohlamayman. Bunaqa narsadan qochaman avvalo. Menga shu tinch bo'lsa bo'ldi deyman. Xolos menga tinchlik. Unaqangi narsadan men qochaman. Endi kim qilsa qilaversin, bilabim shu. Endi uni Xudo biladi. Bandasi bitta biz qayerdan bilamiz endi buni? Hech. Endi bir unaqangi avvali bo'lmasin, bo'lsa biz qochamiz bundan. Bola chaqani ham, hammasini ham aytib deb, mana shunday bunaqa narsaga aralashma, buni oxiri qiyin deb. O'zimga ham niyatim shu men.